Ikki xonali 3-etajda joylashgan uyimizni obzorga kelganmiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yoq podest qismlari mana shunaqangi toza, akkuratniy holatda turibdi. Bu esa uyimizga kirish eshigimiz. Kirganimizda mana shunaqangi bizlarni perixojniy qismi kutib oladi. Perixojniy qismi ham juda ham kengina. Mana bu yerda mana mebellar qoldirilgan, mebellar qilingan ekan. Kirganimizda chap tomonda birinchi xonamiz joylashgan. Uyimizni ko'ryapsizlar, remontlari yaxshi, akkuratniy holatda turibdi. Uyimizni kimdir sotib olib, ijaraga beraman desa, o'zimiz $250-300 atrofida ijarachilar topib beramiz. Bu yerda esa hojatxonasi. Bu yoq esa sanuzellari. Kir moshinlar o'rnatish uchun mana kanalizatsiya va suvlar kelgan, slivlar chiqqan. Bu yer esa oshxonasi. Двухконтурный kotyonlari bor. Mana kuxonniy mebellari ham yaxshi holatda turibdi. Unaqa charchab qolmagan. Bu esa ikkinchi xonamiz bo'ladi. Ikkinchi xonamizda mana konditsionerlar o'rnatilgan, o'zining mebellari bor, televizorlar qo'yilgan. Bu uyimizning manzili Kolla magazinni ko'chasi, Kolla magazinning ro'parasi Gulshan arkasidan kirganingizda joylashgan uyimiz hisoblanadi. 4 etajli uyimizning 3-qavati o'rta qatorda bo'lgan 2 xonali uyimizning metr kvadrati 75 metr kvadratni tashkil qiladi. Mana shu uyimiz uchun egalari 550 million so'm pul so'rashmoqda. Juda ham yaxshi narx deb o'ylayman. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga tezda aloqaga chiqinglar. O'zimiz kelishtirib, sunnatiga o'tib beriladigan joylari bor, olib beramiz.